Assalomu alaykum hurmatli Qo'shtepa tumanimiz fuqarolari hamda mehmonlari. Hurmatli Prezidentimizning tashabbusi bilan joriy yil davomida mahallamizda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hurmatli Prezidentimizning 18-mart kunidagi qarorlari bilan shahar tuman ichki ishlar organi boshliqlarining har oy yakuni bo'yicha tumandagi vaziyat bo'yicha aholiga ijtimoiy tarmoqlar orqali profilaktik ogohlantirish murojaatlarini yo'lga qo'yish amaliyoti joriy etildi. Jumladan Qo'shtepa tumanimizda jinoyatlarning oldini olish, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, unga qarshi kurashish, jazo muqarrarligini ta'minlash borasida ham bir qator maqsadli samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 9 yakuni bo'yicha tezkor kelmagan vaziyatga to'xtaladigan bo'lsak, 9 oy davomida umumiy jinoyatlarimiz 263 tani tashkil etib, shundan oldin olish mumkin jinoyatlarimiz 114 tani, aniqlangan jinoyatlarimiz 116 tani hamda kiber jinoyatlarimiz 33 tani tashkil etmoqda. Birgina sentyabr oyining o'zida sodir etilgan 55 ta jinoyatlarimiz bo'lib, uning 11 tasi oldin olish mumkin bo'lgan jinoyatlar bo'lsa, 20 tasi aniqlangan hamda 24 tasi ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilgan kiber jinoyatlarni tashkil qilmoqda. Xususan o'g'rilik, firibgarlik, tan jarohat yetkazish, yo'l transport hodisasi, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari hamda giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilgan bo'lib, sodir etilgan 51 ta jinoyatlarimizning asosiy qismi, ya'ni 43.6%ni kiber usulda sodir etilgan jinoyatlar tashkil qilmoqda. Tahlillarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, mazkur jinoyatlardan jabrlangan fuqarolarimiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish qoidalarini bilmasligi, turli aldovlarga ishonib qolishlari, o'zlari tanimagan, bilmagan shaxslar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqotlarga kirish orqasidan sodir bo'lmoqda. Bundan tashqari, sentyabr oyida sodir etilgan bitta o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi ushbu jinoyatning bevosita yo'lovchilarning yo'l qoidalariga bilmasliklari oqibatida sodir etilgan bo'lib, tahlillarga ko'ra yo'l transport hodisalarimizda fuqarolarimiz yo'l harakati ishtirokchilari yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik orqasidan sodir bo'lmoqda. Shu sababli fuqarolarimizdan yo'l harakati qoidalariga, qizil chiroq, piyodalar o'tish yo'llariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. O'tgan 9 oy davomida jinoyatchilik sodir etishiga yo'l qo'yilgan Bo'ston hamda Istiqbol mahallalarimiz qizil toifaga kiritilgan bo'lsa, maqsadli amalga oshirilgan ishlarimiz natijasida 31 ta tumanimizdagi mahallada birorta ham huquqbuzarlik sodir etishiga yo'l qo'yilmadi. Mazkur video murojaatim oxirida shuni ma'lum qilmoqchimanki, biz barcha fuqarolarimiz atrofimizda sodir etayotgan holatlarga befarq bo'lmasligimiz, tarbiyani avvalo o'zimizdan, o'z oilamiz, mahallamizdan boshlashimiz, farzandlarimizga o'sib ketayotgan yosh avlodimizga qonunlarni hurmat qilish va unga rioya etish ruhida tarbiyalab borsakkina tumanimizni jinoyatdan xoli hududga aylantirishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.